Hop, keyingi savolimizda 18-savolga qaraymiz. 18-savolimizda chizmadan kelib chiqib so'rov belgisiga mos javob variantini aniqlang deyapti ekan. Demak, birinchi navbatda mana bu nimaga qaraymiz? Piramidaga qaraymiz. Bu piramida to'rtta uchburchak va bitta asosdan iborat bo'lyapti. Va e'tibor beradigan bo'lsanglar, mana bu bo'yalgan sohasiga qaysi to'g'ri kelishini topib olishimiz kerak va mana bu burchakka qaysi tomon to'g'ri kelishini topib olishimiz kerak. Birinchi navbatda tasavvur qilamiz, mana buni bu yerga buramiz. Buradigan bo'lsak, bu orqacha bo'lib mana shu yerga tikkalanadi. Bu esa bu yerga tikkalanadi. Mana bu esa bu kelib turib, mana bu yerga tikkalanadi. Demak, biz xulosa qilsak bo'ladi, mana bu yerda va bu yerda joylashgan burchaklarning tepasida, pastida 4 turadi, tepasida 8 turadi. Sababi bu kelib bu yerga o'tyapti. Demak, mana bu yer bilan bu yerga tutashib turgan burchak tepasida 8 bo'lishi kerak. Shuning uchun b ning qiymatini 8 deymiz. Xo'p, keyin s ning qiymati kerak bizga. S ning qiymati endi mana bu tomonga aylantirganimizda 5 ning qiymati mana bu tomonga o'tadi. 1 pastda turib qoladi. Ya'ni mana bu qora bo'yalgan burchakka yopishib turgan tomon mana bu 1 tomon bo'ladi-da, 1 ning tepasida 5 turadi. Shuning uchun mana bu tepada a ning qiymatini o'rnida 5 keladi va s ning qiymatini o'rnida 1 kelib qoladi. Xo'p, demak, bizdan so'ralyapti a, b, s ning qiymati deyapti. A ning qiymati 5, b ning qiymati 8, s ning qiymati 1. 5, 8, 1 degan javob tanlaymiz. Xo'p, mana shu javob turibdi ekan. Endi 19-savolda 4 ta turli kitobdan ikkitasini tanlayapmiz ekan. Mana kombinatoriyaga 4 ta kitob bor. Demak, birinchi katachaga 4 ta imkoniyatim bor. 4 ta kitobdan to'ralasidan qo'ysam bo'ladi. Xo'p, keyin 4 ta kitobdan bittasini bu katachaga qo'yaveradigan bo'lsam, ikkinchi katachaga 3 ta imkoniyat qoladi. Umumiy hisobda 12 xil bo'ladi. Lekin necha xil usulda tanlash mumkin deb turib, bunda tartibini hisobga oling demagani uchun A, B bilan B, A'lar bitta holat qilib hisoblanib keltiriladi. Shuning uchun chiqqan javobni 2 faktoriyalga bo'lib qo'yish kerak. Agar mana bu yerda ikkita katacha bo'lsa, 2 faktoriyalga bo'linadi. 2 faktoriyal degani 1 dan 2 gacha bo'lgan sonlar ko'paytmas degani. Hop, 12 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsak, 6 chiqadi mana. 6 degan javob tanlab qo'yasizlar. Hop. Keyingilari qo'lnetlar ekan. Keyin undan tashqari mana bu yerda 24-savolimiz bor ekan. 24-savolimiz oddiy hisob kitob bo'lgani bilan kasrli ekan. Kasrlikni ko'pchilik yaxshi o'rganmagani uchun tushuntirib o'tamiz. Birinchi navbatda mana bu kasrda noto'g'ri kasrga o'tib olamiz. 4 kira 9 36. Mana bu bilan 39 taqsim 4 ko'paytirib x ga y qo'shing deyapti. X ning qiymati 3 kira 9, mana bu bilan 10 taqsim 3 plus mana uning qiymati 15 kira 3 65. Mana bu bilan 66 taqsim 10 necha bo'ladi? Xo'p, umumiy mahraj tanlaydigan bo'lsak, demak 39 taqsim 4 ko'paytirilgan. Mana buni 10 ga ko'paytiramiz. Mana buni 10 ga ko'paytiramiz, buni esa 3 ga ko'paytiramiz. Shunda mana buni qiymati 130 taqsim 39 ga teng bo'ladi. Mana buni qiymati xo'p 66 dan 3 tasi bo'ladigan bo'lsa, 3 kira 6 18, 3 kira 6 18 19. Mana bu 39 bo'ladi. Xo'p. Endi 39 taqsim 4 ko'paytirilgan, buni hisob kitob qilib olamiz. Demak, mana bu 198 qo'shiladigan bo'lsa 8, 12, 3, 328 taqsim 39 bo'lib qolar ekan. 39 bilan 39 qisqarib ketadigan bo'lsa, 328 ni 4 ga bo'ladigan bo'lsak, 8 kira 4 32, 2, 82 bo'lib qolar ekan. Demak, buni qiymati nima deyapti? S javobda turibdi ekan, 82 deb tanlab qo'yasizlar. Xo'p, endi keyingi misollarga o'tamiz. Keyingi misollarimiz mana asosan 29-savolimiz juda murakkabroq bo'lib kelgan. 29-savolimizda 1 ning kvadrati 1 ga teng, 2 ning kvadrati 4 ga teng, 3 ning kvadrati 9 ga teng, 4 ning kvadrati 16, 5 ning kvadrati 25, 36, keyin 49, 7 ning kvadrati 8 ning kvadrati 64, 9 ning kvadrati 81 va 10 ning kvadrati 100 ga teng. Mana shularning hammasini qo'shib 2022-darajaga ko'tarsak, qaysi son hosil bo'ladi deyapti. Ya'ni ifodaning oxirgi raqami nima bo'ladi deyapti. Bitta e'tibor berasizlar, bularning hammasini oxirgi raqamlarni qo'shib chiqadigan bo'lsam, 5 bilan tugaydigan bitta son bo'lar ekan. Qanaqadir 5 bilan tugaydigan son va buni 2022-darajasini hisoblash uchun 5 ning har qanday darajasi 2022-si bo'ladimi, 2023-si bo'ladimi? 5 ning har qanday darajasi 5 ga teng. Mana 5 ta birinchisini yozsak 5, 5 ta ikkinchisini yozsak 25 bo'ladi, 5 ta uchinchisi 125 bo'ladi. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, demak har bitta yozilayotgan sonning oxirgi raqami 5 bilan tugaydi. 5 to'rtinchisini yozsa 625 bo'ladi. Bu ham 5 bilan tugaydi. Shuning uchun 5 ning har qanday darajasi 5 ga tengligi uchun 5 ning 2022-darajasi 5 ga teng bo'ladi deb javob tanlaymiz.
Xo'p, keyingi savolimiz. Keyingi savolimizda 30-savol. Mana kema bor ekan. Mana shu kema suvni ustida turibdi ekan. Endi aytyapti, kemaning yon tomoniga narvon osilgan. Narvonning umumiy uzunligi 200 sm. Demak, mana narvon osilgan. Mana shu narvonning uzunligi 200 sm va har bir pog'onasi orasidagi masofa 20 sm dan. Demak, har bir pog'onasi orasidagi masofa 20 sm dan bo'lishi kerak ekan. Xo'p, agar suv sathi hozir narvonning birinchi pog'onasida bo'lib, 1 soatda 10 sm ga o'ssa, ya'ni 1 soatda 10 sm ga suv ko'tarilsa, necha soatdan keyin narvonning 5-pog'onasiga yetib boradi. Demak, 5-pog'onaga qachon yetib boradi deyapti. Hozir birinchi pog'onada turgan bo'lsa, ikkinchi pog'onaga ko'tarish uchun bu 20 sm yurish kerak. 1 soatda 10 sm tepaga ko'tarilsa, birinchi pog'onadan ikkinchi pog'onaga chiqish uchun 2 soat vaqt kerak bo'ladi. Chunki 1 soatda 10 sm yuradi. Endi ikkinchi pog'onadan uchinchi pog'onaga ko'tarilish uchun ham 2 soat vaqt kerak bo'ladi. Uchinchi pog'onadan to'rtinchi pog'onaga ko'tarilish uchun ham 2 soat vaqt. To'rtinchi pog'onadan 5-pog'onaga ko'tarilish uchun ham 2 soat vaqt kerak bo'ladi va 5-pog'onaga necha soatda yetib oladi deyapti. Umumiy hisobda 8 soatda yetib oladi deb xulosa qilamiz. To'g'ri javobimiz bu yerda D bo'lar ekan.